Assalamu alaikum hurmatly bizdin Nurtayze YouTube kanalımızın görücüleri. Hazır men sizlerge o'sha sizlerning so'rovingizlar bo'yicha shu skoliozlarga qanday ko'maklar jasaladi. Bir ele skolioz emas, kifozlarda dag'i negizile g'ishayib qolgan o'mirtqalarni tuzay turgan ko'maklarni hozir men o'quvchimning shogirdimning yordami bilan hozir men sizlarga ko'rsatib beraman. Shu ko'makni sizlar ko'p qaytalov bilan o'sha kifoz bilan bukilib qolgan, bo'lmasa g'ishayib qolgan o'mirtqalarni tuzlasangizlar bo'ladi. Gel. Otur. Çek şu otur. Çek şu otur. Sola çok da vermez. Sola çok da karmattı. Ona cem başı astığa türtürsün. Bu cem başı astığa türtülüp dur. Gayra gelip. Kötürgende diyeyim tartılar. Şu momentde mına o'mirtqalarning barlig'i kelib turib o'rtalikqa cho'g'latdi. Mına dallarga da yaxshi, mına u yerga energiya uyib qoladi, izolat bo'lgan. O'shalarga da yaxshi-da. Ana mına da turibdi, tüstürüyor. O'tiribdi. Ana mına u yerlarda chipedetki, ayollarni ko'rib chipedetda, mo'yin o'mirtqalarni o'zi tushib qo'ygan uchuncha. O'shalarga da yaxshi-da. Diyim tartamiz. Shuni ko'p qaytalash kerak. Ko'p qaytalayverganda o'mirtqa yumshayadi. Boshqa so'z turdi tushish kerak. Ana ko'p qaytalab turib undan ashiq jasash kerak birinchi jasaganda. Ana keyin andan da ko'p jasash kerak. Sebebi o'mirtqa yumshash kerak-da. Ana shu yerda qarmab turamiz. Birinchi oldimizdan 7-chi qarmab turishimiz kerak-da. Agarda qiyinchilik bo'lsa 10 sekunddan da boshlasak bo'ladi. Ana 11 sekund, 12 sekund turib turib, oxiri ko'pgacha bir 10 minut, 15 minutgacha shunday qarmab turadigan bo'lsa, ana o'mirtqalarni shunchalik so'z tuzatadi. Ana tushganda shu yerga tushamiz. Ana pozaga yotib, shine bezli salg'ish kerak-da shu yerga yotib. Bu bir ko'rinish. Yemi irba degan ko'ylik bor-da. Shu yerda narxlar desa, bu tushunilmay turadi. Ko'krakni ko'tarib, boshni kirgizamiz. O'shada ana bu boshda emay tegiz qo'yish kerak-da. Sebebi boshda g'ishaydi. Bu o'mirtqalarni tuzloo ko'nikisi, agarda bu g'ishiq jasay turgan bo'lsa, anda o'mirtqani qayta g'ishitib qo'yish mumkin-da. O'shuning uchun ayvay tegiz jasash kerak. O'shundagi buni janavi kifozlarda, skoliozlarda o'mirtqalarning barlig'ini o'rtalikqa olib kelib cho'g'itadi, shuni tuzaydi. Ana buning dag'i boshqa bir foydasi bu. Bu qursak emas, demni bunchaqa tartish kerak-da. Janavi o'pkaning yo'lini nurlar bor, bronxit, astma deganlar. O'tishib ketgan bronxit, astma, tuberkuloz degan nurlarni da qaytadi deydi. Buni da tereң dem olib, dem chiqarganda ekilib, ana nonga cheyin jetib, agar mo'yin talib kelsa, jatiga saladi. Qayra keyingida ko'paytirish kerak. Bir xanadan qo'shib ketaverish kerak-da, 11, 12, 13 deb ketaverish kerak. Bara ko'p jasash kerak. Ana buni jasab bitganda ko'zsiz turda jo'milib turish kerak. O'y, buni tomoqdan qirilib chiqayotganday dem olib, dem chiqarib qo'yish kerak. Ana es alganda buni tushiramiz. Bu tushirib, bu bir saat bor. Bu bayağı uxtab qoladi-da, shuning uchun bu bir saat turib, butlarni bo'shatib, uni tashlash kerak. Bu dixaniyani o'pkol ishlatganga ayvay yaxshi yordam beradi-da, berilgan shu o'mirtqani tuzloo bilan birga dem oluvlarni da yaxshi qilib oladi. Endi dag'i bir ko'rni ko'rsatib beraylik, sho'lali skolioz bor. Endi jambashni ko'taramiz. Dem olamiz. Orqaga tez dem chiqaramiz. Ko'taramiz. Dem olamiz, boshni chalqalatish kerak. Sevimli yaxshi tuzalish kerak-da. Dem chiqaramiz. Bu o'sha o'mirtqalarni tuzloo bilan dem olib, dem chiqarib olsa jasaydi. Dem olib, dem chiqarib bilan o'tkol ishlatsa jasasa bo'ladi. Ana qo'lning bulchunlaridan chiqqan ayvaydi. Dem olamiz. Dem chiqaramiz. Bu jambashni ko'tarmay, jambash qo'shish deydi. Jambashni ko'tarib, mana qarmab turamiz shu yerda. Qarmab turganda mana jambashni territoriyalarida siltalib, anda jenskiy muzika o'rinlariga da ayvaydi. Shuni da qancha oldin jelsincha qarmab turish kerak. Buna bu so'z turda manjalar oldini qarab turish kerak. Ana tushiramiz. Charchab qolganda tushib turib, uni chatamiz. Mana qo'l bilan butga ko'rakdan kuch keldi. Bu biroz saramiz. Ko'rdi. Dizayib turib, bunaqa qo'lni endi tashlaydi. Shalakka tashlab turib, ana shu yerga solib jatish kerak. Bu ko'niklar
Köp kayıtlaş gerek de adam biz azdan ele jasap koyup bir omurtqa düzelmey de dep degenler de var. Bunu köp jasaş gerek. Köp kayıtlaуу менен ana şu